Assalomu alaykum do'stlar. YouTube futbol media jamoamizni YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Podpischilarimiz o'rtasida penalti challenge-ni boshladik. Tankist va tog'aga gol urish kerak bo'ladi. Shartlari oddiy. Hammada imkoniyat bo'ladi. Urolmagan ishtirokchilarimiz bizdan afsuski bu challenge-imizni tark etishadi. Qani bolalar, hamma tayyormi? Bolalar mana o'sha penalti challenge-imizni boshlayapmiz. Gol urgan bola u tomonga o'tadi, gol urmagan bola afsuski o'sha sekin kiyimlarini almashtirsa ham bo'ladi. Shartlari oddiy. Karim aka gol urishi kerak bo'ldi. Davay, tomosha qiling. Oldim. Xullas bolalar штрафной challenge olmoqchi edi, boshida. Bir o'ylab ko'rdim, dedi shans imkon bo'lmaydi urishga, tez tugab qolardi. O'shanga biz penalti challenge deb qaror qildik olishga. Ularda hajam imkon bo'ladi urishga. Ketdi. Mana, aka, ko'p gapirmang. Karim aka juda shans yo'q bugun. Karim aka qaytarish kerak aka. Pulini men to'layapmiz. Oy, katta nadejdalar qo'yilgan, bola gol uraman deb. Karim aka isbotlashni boshladi. Pulloqlayapti Karim aka. Bugun legendarniy kun ekan. Sukun oldi. Gap yursa. Mana bu yetadimi ana kontentga? Keturayman. Gol! Oy, yapıyor. Tamam, ile. Kameracımızı halal yapalım. Familia, geçen. Abla gel. Bu video geç. Tam çıkardı. Ben de. Yaxshi. Bo'ladi. Yaxshi. Çık. Voy, yaxshi. Kante, vamos. İşte. Ну-ка. Ой. Mana bola men tepamman 100% gol uraman. Oyog'im yerga tegdi. Voy, yaxshi. Nurmuhammad, tekshirma. Yaxshi. Mana, bo'ladi. Voy, yaxshi. Oy, yaxshi o'yin. Через tekishyapti. Kutmagan edim, rostini aytsam. Zo'r. Yaxshi. Real yomonlagan. Hadi.
Yaxshi, o'y. Nima bo'pti? Chelsi'ni bolalariga qarshi Chelsea. Baga olib qo'yinglar, baga qo'ysan. Победа. Baga, premia bor deb qo'y. Premia bor. Karim aka o'yin bajaramiz. Endi bolalar hammasi tep bo'ldi. Endi qizlarga navbat. Qizlar ham gol ursa endi bilmadim. Karim aka bilan tankist deb oldim. Taksist o'zi tankist emasmi? Yaxshi. Давай. Молодец! Gol! Uramaganlar bizani tark etdi, urganlar esa yana davom etadi. Ketdi. Yaxshi! Nima gapir endi? Ko'ruz bildi. Jan sog' bo'lasan. Ana cho'zi insult yoki infarkt ikkalasidan bittasi bo'ldi. Qura! Chempion bo'ladi hali. Romida aka chapga tepadi Romidani aka haydab berdi. Yaxshi! Подъем, Бифорка, подъем, подыши. Tayyormisiz? Mana! Aka o'chi, mana o'rnim yurganda. Bonki kiyimlaringizni shuni olgin. Bibo! Yaxshi! Voy yaxshi, yomonman. Bu bolamizni shunchaki respekt, chiroy uchun tepdi. Gap yo'q, gol urmadi. Shunchaki omadi kelmadi, bo'ldi. Bu bilan oxirgi gaplashaman bolalar. Mana shu moment esimda qolsin. Real Madridga muxlislari bo'lsa ham, xohlasangiz bitta variant bor siz. Siz o'zi kimni muxlisiz? Manchester United kimi? Ha, Real Madrid kimi deb o'ylam. Real Madrid kiyimlarim qurmagan, noiloj. O'zi shunaqa kiyimda Real Madrid. Shunaqa kiyim payt kiyiladi o'zi. Oy. O'sa KFC bor. Albatta o'zing bilgansan. Gol! Yaxshi, zo'r. Yosh bola. Nima bu? Просто kameraga do'q qo'ying. Aka bitta Ya, zo'r. Bolalar bu ikkinchi etap, o'sha ikkinchi etapda sekin bolalarning o'sha ana motivatsiyasi ham o'sha oshib ketgandan qattiq tepyapti, tepiga ketib qoldi, to'g'risi. cho'lman deb. Ha, bolalar Kante deymiz. Kante olib qo'yinglar. Shogird. Sochini bitta shu. Yoryapti aka, qayerga olib kelganman. Joydan gol urmaslikni o'zi ham bir mahorat deydi-yu, xuddi shunaqa narsa bor. Aka gol uramiz.
Gol! Voy voy voy! Gol! Voy! Voy! Gol bo'lmadi. Shunaqa futbolchilar, ya'ni Roberto Baggio degan futbolchilar ham ya'ni gol urmagan holatlar bo'lgan. O'shaning uchun kechiramiz. Oddiy holat O'zbekiston futboli uchun. Gol! Voy! Yaxshi, yomon emas. Qizimiz uchun bitta qarshi chalib qo'yinglar, bolalar. Zo'r. Voy voy voy, yaxshi. Bolalar o'sha 3-etap, bolalar to'xtamayapti, bolalar gol uryapti. Hali ham o'sha nadejda berayotgan bolalar. Mana ko'rasizlar, yo'qki. Qo'rg'on ko'rasizlarmi, yangi variant. Mana shu bolaga men ishonaman, haqiqatan bugun mana shu sovg'ani olib ketadi, xudo xohlasa. Ha, ko'rasiz. Gol! Давай! Voy voy voy, nima bu? Shogird ma'qul aka. Shogird yaxshi bo'ladi, zo'r. Yaxshi debdi. Hech nima qilmaydi. Orasida 30 yil farqi bor aka bilan buni. Voy! Şampiyon vuramaydı. Gol bu topu. Olmaz, yaxshi, yaxshi. Gol top 3'ta da 2 kirish kerak. Qo'llari berdi. Darbaga olib chiqdingiz. Olmaz. Darbaga olib chiqdingiz. Voy voy! Jastin. Udari teshib oldi-yu, kagami? Yo'q, setkani. Давай! Egli, egli, katta. Voy, молодец! Tog'a, davay, tog'a. Gol bu. Voy! Yaxshi, zo'r, bratchik, zo'r. Sizlar. Voy. Yomon emas. Şans verin. Давай, заканчивай. Давай. Manchester Totti. Tepaga. Yaxshi! Zo'r! Top. Ko'rasizlar, challenge'imiz ham sekin-sekin o'sha o'z nihoyasiga yetyapti. Bizda 3 ta ishtirokchi qoldi, o'g'il bolalardan va bitta ishtirokchimiz qoldi, qiz bolalardan. Endi bulardan 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rinni hal qilamiz. Ya'ni xuddi shunaqa penalti urolmagan chiqib ketaveradi. Shunaqa qilib 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni hal qilamiz. Davay, bolalar kim boshlaydi? Bo'ldi, Kante boshlayotgan, ketdi. Voy, shans. Kante! O'tda tep gol ursam yuzmaymidi. To'ttiman shomiroqov. Duramiz. Kech otildi, o'rtaga tashirdim. Kech otildi. Teskari ketdi. Bu teskari. Voy, ana. Voy. Bu menimcha qaytaringlar, bratlarlar. Tamos. Voy. Yurishsan. Voy! Ana Shaolin futbol bor, o'shandanmi deyman. Yo'q, yo, menga emas, boshqa odam. Kardinal Silla. Abdulloh O'veringdan bir chekka. Korrupsiya. Bu kelishilmagan, bu haqiqatan ham shunaqa tepyapti. Ko'z bilan aldayapti, deb aytag'lan. Bu yoqqa qarab, bu yoqqa tepyapti. Bu endi bu texnika. Sizlarda ham o'zida shunaqa makerlari bo'ladi. Kanteni butsiz maniki yo'q. Voy! Hamma ishongan, hamma bilgan Abdulloh hozir chempion bo'lishi mumkin. Davay. Voy!
nima bu? Nima bu? Bu chempionmi? Bumi chempion? Gap yo'q. Oxirgi udarimiz qoldi qizimizdan. Aya yutsa final. Final qiz bolalar va o'g'il bolalar. Aka endi sekin oyam bunaqa emas, to'g'risi. Voy, 5 shans deb qo'ydi. Bu bishkada o'ynaydimi Aka. bola? Bo'ldi, beraver shu akaga men prizi bo'lishaman deb qo'yaman, to'g'rimi aka? Qani? Bu bizning jigarimiz. Gaplashib qo'yganman men akam bilan. Ya ortiga zaslujinni. Aka, men kelaymi? Ha, senga. Men kelaman akam. Buni qaytarib bo'lmas. Bo'ldi. Bo'g'osizlar. Bu yoqqa keling. Ismingiz nima? Mahbuba xonimiz bugun bizada g'olib bo'ldilar. Ikkinchi o'rinni Abdulloh oldi. No, menimcha zaslujini yutqizib berdi. O'g'il bola va qiz bolamizga yutqizib berdi. O'shaning uchun sovg'alarni endi topshirish marosimiga o'tamiz. Ketdi. Bolalar, mana bizning challengeimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi g'oliblar bilan sizlarni tanishtiramiz. Bu bolani biza kamta edyapmiz. Ismingiz nima? Rahmatjon. Rahmatjon 3-o'rinni oldilar. O'shaning uchun ularga PSG formasini beramiz. Taksiylar bolalar. Taksiy chalib qo'ying. Yana bitta 3-o'rinimiz bor, chunki bizada olimpiyskiy такой unaqa nima edi, o'rinlarni baholash bo'lyapti. Barselonani ularga topshiramiz. 3-o'rinni ikkalalari olishdi. Endi birinchi, ikkinchi o'rinni taqdirlash marosimiga o'tamiz. Endi birinchi, ikkinchi o'rinni taqdirlaymiz. O'g'il bola Abdulloh. Men o'zim taniyman, birashga zo'r bola kelibdi, bizani hurmat qilib. Birinchi o'rin, ya'ni o'g'il bolalar orasida birinchi o'rinni olganligi uchun mana shu elastikani, ya'ni sportivniy kiyimni, bizani YouTube logotipimiz tushirilgan sportivniy kiyimni sovg'a qilamiz. Bolalarga ochishdan ochib va ko'rsatsa ham bo'ladi. To'g'risida mana sportivkani ana nima deydi? Choydagi qopqa qo'yilgan deb bo'ldi. Mana cho'tki tushdi deb o'ylaymiz. No, bu bilan qolmaydilar. Yana bitta narsamiz bor. Bu elastika. Bu trenirovочный. Yana u joylarda, ya'ni vishli ligalarda kiyishiga menimcha bu ham yaxshi sovg'a. Rahmat aka. Taksi, vallahi, taksi bo'lsin. Yutqizganlar xomush, taksi chalgisi keladi. Endi непобедимый chempion hech kim hech qachon yuta olmagan qizimiz. Ismingiz Mahbuba, to'g'rimi? Meni ismim Kamron, tanishgandan juda ham xursand. Endi tanishyapmiz to'g'risida. Bu futbolkamiz YouTube'niki, logotipimiz tushirilgan. Xohlasangiz keyin, xohlasangiz sog'liqni, xohlasangiz olib qo'ying. Bu sizga, bolalar, taksiyalar. Va Real Madridda muxlis ekanlar. No, biz ularga Interga sovg'a qilamiz. Interga men taksiyalar, bolalar. Bolalar, har bitta narsani boshlanishi bor va yakuni bor. Bizning challengeimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha endi sizlardan bizga kerak bo'ladigan narsa bu like, kommentariy, podpiska, shularni hammasini amalga oshirsanglar, tez kunlarda yana challenge qilamiz va xudo xolisa, xudo biladi, balkim sizlar o'sha ishtirokchiga aylanarsizlar. Ketdi.